Mbappe mana bu rasm uchun qasos oladimi? Liverpul Real o'yinini ko'rish uchun 5 ta sabab. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Birinchisi, Trent oq qirollik libosida bolalik uyiga qaytmoqda. Muxlislar uni qanday kutib olarkan? Ikkinchisi, Xabi Alonso Bayer bilan Germaniya chempioni bo'lgach, sobiq jamoalari u uchun kurashgandi. Natijada Xabi Realni tanladi, Liverpul esa Slotni. Qaysi tanlov to'g'ri bo'lgan deb o'ylaysiz? Uchinchisi, Mbappe mana bu rasm uchun qasos olishi kerak. Uning formasi top darajada. Bu o'yinda ham gol uradimi? To'rtinchisi, Real Liverpulchilar yarasiga yana tuz sepib, Trent kabi Konateni ham tekinga olib ketmoqchi. Bu qiziqish tufayli Konate ham hozirgi shartnomasini uzaytirmayapti. Bo'lajak xaridorlari oldida yaxshi o'yin ko'rsatadimi shunda? Beshinchisi, so'nggi o'yinlardagi mag'lubiyatlardan so'ng Arne Slot bo'shatilish haqida gaplar paydo bo'lishni boshladi. Unga, jamoaga va muxlislarga Realdek grand raqibga qarshi g'alaba hozir suv va havodek zarur. Sizningcha, Liverpul yutadimi yoki Real?